O'z makondagi tugagan obyektimizga keldik. Hozir obzor qilib beramiz. Zakazchigimizga quruvchi tomonidan remont ma'qul kelmadi. Shunga bizga dizayn proyekt va remont buyurtma qildilar. Hozir biz kirish joyidamiz. Mana kirayotganda обязательно shkaf bo'lishi kerak. Kelganingizda kurtka, palto, oyoq kiyim yechganingizda qo'yib qo'ysa bo'ladi. Keyin bizda обязательно zona хранения bo'lishi kerak. Chunki kichkina joyda zona хранения bo'lmasa, hamma joyda bardak bo'lib ketadi. Bunaqa tremo qilib qo'ydik, chunki spalnida bizda joy yetmadi bo'yanib turishga ayolga, shunga biz bunaqa polchkani tashlab ketdik, mayda chuda narsa qo'yishga. Pufik zakaz qilib qo'ydik. Pufikka o'tirib, bo'yanib, mana chiqib ketsa bo'ladi. Bu oddiy oyna emas. Oynani orqasida bizda elektroshit bor. Keyin biz gipsokarton o'stirdik, mana shu 10 sm. Nimaga? Chunki bizda hozblok bor. Hozblokning ichida stиральный mashina bor. Shunga biz mana o'stirdik, bitta уровеньda mebel bilan bo'lib ketdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Stиральный mashina, ximiya, boshqa narsalarni ham qo'ysa bo'ladi, zona хранения. Nimaga biz shkafni mana полный qildik, lekin bu yerda открытый полочка tashlab ketdik. Chunki bu yerda sanuzelimiz bor. Выключатель uchun mana открытый полочка tashlab ketdik. Koridorda nimaga laminat ishlatdim deb savol bo'lishi mumkin. Lekin bu laminat emas, bu SPC. Обычно kiradigan joy u kir joy hisoblanadi, shunga keramogranit ishlatiladi. Lekin SPC zo'r praktichniy material. Oldin remontda kul rang laminat ishlatilgan, lekin u remontni juda arzon ko'rsatib qo'yadi. Shunga SPC ma laminatni ishlatsanglar, tabiiy rang ishlatsanglar zo'r bo'ladi. Bizda kuxnya funksionalniy chiqdi va ergonomichniy. Kvartira juda katta ko'rinadi. 37 kvadratga o'xshamaydi deb ko'p odamlar menga yozgan. Chunki bu внутренний balkon bo'lgan. Uni kvartiraga qo'shib yuborganmiz. Mashta eshik bo'lgan. Bu eshikni bu tarafga o'tkazganmiz. Bu xona ikkita funksionalniy narsa bo'lgan. Birinchi funksiya bu yerda o'tirib, televizor ko'rib dam oladigan joy. Ikkinchi funksiya bu raskladnoy divan ochib, mehmonlar qolishi mumkin. Remontda yana bitta muhim narsa bor, bu professional mebelchilarni tanlash kerak. Nimaga? Chunki keyinchalik proyekt bo'yicha qilinmasa, boshqa narsaga zarar keltirishi mumkin. Mana shu proyekt bo'yicha dabor bor edi, lekin mebelchimiz qo'yib ketmadilar. Eshik ochilsa, devorga zarar keltirishi mumkin. Shunga bu yerda bunaqa xuniy silikon qo'yilgan. Zakazchigim bunaqa gul menga sovg'a qildilar, chunki juda довольный qoldilar dizayndan va remontdan. Keyingi zakazchiklarga namyoq bu. Sanuzelimiz juda chiroyli chiqdi. Menga shunaqa yoqdi, kafel tanlaganimiz. Bu yerda zona хранения ko'p joy bor. Mana bu birinchisi. Installyatsiyaning ustida bor, ikkinchisi va umyvalnikning tagida uchinchisi. Mana 3 ta joy bor. Buyurtmachimiz santexnikada ekonom qilmaganlar va Groydan hamma narsani zakaz qildik. Keyin bu yerda bunaqa nisha bor. Bu joy umyvalnik uchun ishlab beradi, bu joy dushovoy sistema tarafdan ham ishlab bersa bo'ladi. Endi esa spalnimizga kiramiz. Xona kichkina bo'lgani uchun och ranglar ishlatdik. Nimaga bu yerda shkaf kupa ishlatdik? Birinchidan bizda proxod juda kichkina, tor va ikkinchidan eshik qo'ysa, mana shu tumbuchkaga urilardi. Shunga biz bunaqa shkaf kupa qilib ketdik. Izgolovye kravati va parda bitta materialdan qilib ketdik. Bir xil dizaynerlar kravatni ustida projektorlar qilib ketishadi. Shunga iltimos unaqa qilmanglar, chunki odam yotganda nur ko'zga urmash kerak. Kravatning oldida oyna ishlatmanglar. Nimaga? Chunki odam uyg'onib ketsa, o'zini qo'rqib qolsa, kechqurun qo'rqib ketishi mumkin. Keyin serдечный приступ bo'lib, keyin dizayn proyekt qildik deb, keyin dizayner deb sudlar bo'lib, nimadirlar bo'lib ketsa, albatta bu hazil, prosta ishlatmanglar. Sizlarga dizayn va remont yoqgan bo'lsa, o'zingizlarning fikringizni bildirib qo'yinglar.